Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Primobolan steroid haqida gaplashamiz. Primobolan juda ham yumshoq steroid ekanligi bilan, ya'ni uni minuslari, pobochkalari kamligi bilan juda ham mashhur. Lekin u juda ham qimmat, poddelkalar juda ham ko'p. Primobolan bu dihidrotestosterondan olingan steroid, ya'ni androgenlik darajasi pastroq, anabolik darajasi esa yuqoriroq. Primobolanning ikkita shakli bor. Primobolan ukol orqali qilinadigan, bu Primobolan Enantat yarim yashash vaqti 7-14 kun, ukol har haftada bir marta yoki 2 marta qilinadi. Qonda esa barqaror turadi. Ikkinchi efiri bu tabletka orqali, ya'ni og'iz orqali qabul qilinadigan. Bu Primobolan Asetat, bu qisqa efir. Bu qisqa shakli, yarim chiqish vaqti esa 4-6 soat, shu uchun kuniga 1-2 martadan qabul qilish kerak bo'ladi. Endi sizlar bilan Primobolanni plyuslari haqida gaplashamiz. Primobolan tanada ko'p suv ishlamaganligi sababli muskullar quruq va chiroyli, yaxshi o'sadi. Ikkinchi plyusi bu yog'ni kamaytiradi, yog' eritishni yaxshilaydi. Kaloriya defitsitda yoki sushkada mushaklarni ushlab qoladi va yog'larni yo'qotishga yordam beradi. Uchinchi plyusi estrogen darajasi muammosi kamroq. Primobolan estrogen ayol gormoniga aromatizatsiya bo'lmaydi. Bu esa tanada ko'p suv ishlamaydi, ginekamastiya bo'lish xavfi pastroq. Uchinchi plyuslardan biri bo'yin aytganimdek androgenlik darajasi pastroq. Bu esa bizda kursda tanada va yuzlarda tuklar o'smasligiga va sochlar to'kilmasi ehtimoli juda ham kamroq. To'rtinchi plyuslardan biri bu ayollar uchun ham ishlatiladi, yumshoq steroid. Beshinchi plyuslardan biri bu bo'yin aytganimdek suv kam ushlaganligi uchun muskullar quruq va chiroyli ko'rinadi, tomirlarni yaxshi ko'rsatadi agar sizda tanangizda yog' miqdori pastroq bo'lsa. Xo'p, endi Primobolanni minuslari haqida gaplashamiz. Primobolan o'zini yumshoq steroid ekanligi bilan mashhur, lekin uni xavfli va zararli tomonlari ham bor. Primobolanning eng bitta katta minuslaridan biri bu, agar siz Primobolanni 4 haftadan ziyod ishlatsangiz, u o'zingizni testosteroningizni bosib qo'yadi. 4 haftadan ziyod ishlatilgandan keyin Primobolan soloni o'zini ishlatsangiz, bu esa testosteroningizni bosib qo'yadi. Bu esa keyinchalik jinsiy xohishni pasaytiradi. Sizda agressiya bo'lmaydi, naborot depressiya, stress holatlariga tushib qolasiz. Xo'p, shu uchun любой kurs qilgan paytimizda albatta testosteron qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bu основной. Xo'p, ikkinchi minus tomonlardan biri bu yurak va xolesterin uchun xavfli. Yaxshi xolesterin darajasini pasaytiradi, yomon xolesterin darajasini oshiradi. Bu esa ateroskleroz, yurak xuruji, insultga olib kelishi mumkin. Xo'p, yana bittasi tomonlardan biri bo'yin aytganimdek androgenlik yon ta'sirlar bor. Bo'yin aytdim, androgenlik darajasi pastroq bo'lsa ham baribir bor. Bu esa tanalarda, yuzlarda tuklar chiqarishga sabab bo'ladi, soch to'kilishiga ham sabab bo'ladi va tanada toshmalar, akne paydo bo'lishi ham mumkin. Bu yog' bezlar ishini oshirib yuboradi. Xo'p, bo'yin aytganimdek Primobolanning ikkinchi shakli bor edi. Tabletka orqali qabul qilinadigan. Bu tabletka orqali qabul qilinadigan bo'lsa ham baribir yurakka og'irlik tushiradi. Shu uchun albatta kursda jigarni qo'llab-quvvatlovchi vitaminlar, dabavkalar, dorilar bo'lishi kerak bo'ladi. Ayollar uchun ham xavfli, ovozlarni yo'g'onlashtiradi, tanalarda, yuzlarda tuklar o'stirishga sabab bo'ladi. Xo'p, uzoq muddat qabul qilinsa, Primobolan soloni uzoq muddat qabul qilinsa, bu testosteroningizni bosib qo'yadi, reproduktiv tizimga zarar yetkazadi, sperma holatini o'zgartirishi mumkin. Albatta shu uchun bo'yin aytganimdek kursda testosteron qo'shish kerak bo'ladi. Xo'p, endi Primobolanni dozalar haqida gaplashamiz. Yangi boshlovchilar uchun Primobolanni agar siz Primobolan Enantatni olsangiz, ukol shaklini olsangiz, haftasiga 300 mg dan 400 mg gacha bo'ladi. Bu yangi boshlovchilar uchun. O'rtacha tajribasi bor odamlar uchun dozasi esa haftasiga 400-600 mg dan boshlanadi. Agar siz Primobolanni Asetat, ya'ni qisqa efirini tabletka shaklini olsangiz, kunlik dozasi 50 mg dan 100 mg gacha bo'ladi. Kuniga 2 martadan qabul qilish kerak bo'ladi. Ertalab yoki oqshom qabul qilish kerak bo'ladi. Shtobi qonda normalniy fon qilib ushlab turish uchun, normalniy gormonal fon qilish uchun. Xo'p, ayollar uchun ham mumkin. Ayollar uchun ham dozasi kuniga 50-100 mg dan boshlanadi. Primobolan bilan kurs odatda 8-12 hafta yoki 16 haftagacha davom etadi. Yana ko'pincha albatta bo'yin aytganimdek Primobolan soloni o'zini ishlatish xavfli. Albatta kursda Primobolan bilan testosteron qo'shish kerak bo'ladi. Xo'p, bugungi mavzuimiz Primobolan haqida bo'ldi. Keyingi mavzularimiz yana ham juda ham ko'p steroidlar haqida bo'ladi. Videoga bir dona like bosing, YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.